Mana 3 xonali domimiz bor sotuvda. Yaxshi remontdan chiqilgan. 5-6 oy, kamida bir 7 oylar bo'lgan yashamaganiga odam. 7-8 oy bo'lgan ekan. Mana kirgan joyda koridor, chap tomonda detiska joylashgan. Un zavodda domida, bu yerni ham bir ko'rib qo'yinglar. Mana stadionda bemalol futbol bo'lsa tomosha qilib. Mana. Bu yerlarni ham ko'raverasiz. Zavodda domida 4-etajda remontdan chiqilgan tayyor. Shunga kirib yashaladi. Gaz, svet, suv, hamma narsasi bor. Bu detiska xonalaring bu. Xo'p, ketdik, davom etamiz. Chap qo'lda mana zali bor. Mehmonxona uchun qilingan televizor, Wi-Fi, hamma narsasi ishlaydi. Отопленияsi ham ishlaydi. Mana shu ko'rgan turishda hamma narsasi qoladi. Konditsioneri bor, yangi u ham. Bu yerda odam yashamayapti. Sababi shu aytdim-ku, chiqib ketgan. Sotuvga qo'yilish uchun hech kim kvartirantda hech narsa qo'yilmagan. O'ng tomonda yursalaring, mana vannalari. Vannalarida suyaqdek suv chiqadi. Ana unda ham bor, mana Aristoni ham bor. Mana koridori. Koridordan chiqqanlarida mana yerda bilasizlar, kuxnya bo'ladi. Kuxnyani balkonga chiqargan. Mana gaz uchuklari bor. Mo'ljallangan joy tashab ketilgan. Hammasi bitta plan qilingan, yaxshi remontlari. Mana bu yerda ham отопление bor. Hamma xonada отопление isiydi, gaz, svet, suvlari bor. Mana ko'ryapsizlar. Faqat bu yerda olib chiqib ketiladigan narsa kir mashinani olib ketiladi. Keyin mana bu stolchikni olib ketadi, stol bilan. Xolodilnikni olib ketadi. Mana balkonda kuxnya joylashgan, rakvina, mebeli, teshkasi, mana gaz plita, bu yerda mana plus 500 litrlikmi, 800 litrlik bochka turibdi. Bu suvni tortadi, o'zi avtomatik pastdan tortib olib keladi. Mana hozir pastini ham ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar, trubadan suv. Mana turibdi, o'shandan tortib chiqarib keladi suvni nasos bilan. O'zi avtomatik o'nsizlar bosib boshqarib o'tmaysiz, suv kamaysa chiqib, to'lib, yana o'chib, bu yoqqa biz uyga ichiga suv bilan ta'minlab turadi, do'stlar. Uyimizning narxini 300 million so'm so'rayapti, 4-etajda. Kelishtirib beramiz. Kelasizlar, savdo qilamiz. Egasi yo'q. Menga narxini aytdi, faqat hujjatiga borib qo'l qo'yib beraman, bo'ldi dedi. Boshqa narsaga meni bezovta qilib aytmasin dedi. Men vaqtim ham yo'q telefon qilib savdolashib javob berishga dedi. Menga narxini aytib qo'ydi, shu narx bo'lsa to'g'ri kelsa bering dedi. Endi gaplashasizlar, men hali arzonroqqa yana tushirib ham qo'ydim. Tayyor yuk, shunday kirib yashaysizlar.